bugun ta'lim sifati haqida fikr bildirish imkoniyati borligini bilasizmi? Rostdanmi? Yo'q. Fikrlaringizni onlayn yuborishingiz kerak. Men so'rovnomada qatnashaman, chunki bu menga o'qish sharoitlari, darslar sifatliligi va oliygohimizdagi muhit haqida ochiq fikr aytish imkonini beradi. Chunki bugun aytilgan fikr ertaga o'zimiz uchun qulayroq o'qish sharoitlari yaratilishiga xizmat qiladi. So'rovnoma tekshiruv emas. Bu professor o'qituvchilari uchun ish sharoiti, raqamlashtirish va akademik muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. So'rovnoma agentlik tomonidan chuqur tahlil qilinadi va ta'lim muhitini yaxshilash, tizimli muammolarni aniqlash hamda kelajakda strategik qarorlarni qabul qilishda foydalaniladi. Oliy ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan umummilliy so'rovnomada qatnashing. O'zingiz uchun va kelajak uchun eng to'g'risini belgilang.